Xo'p, Mavjuda opa, nimalar qilyapsiz? Ha, Malika keling, oshni birinchi qilyapman. Bugun o'g'llarim keladi. Unda sirrochno video olishimiz kerak. Retsept qilib ancha bo'ladi qo'ymaganimizga. Dada keling, poxonada foydali video olamiz. Odamlarga, ayollarga manfaatli bo'lsin. Mavjuda opa, shunda bu yoqqa nimalar qo'shilyapti? Kabachok bo'lyapti, bu yerda karam, ichiga petrushka solamiz, tuxum, qatiq, menda sut yo'q edi, lekin bilasiz ayollar yo'qdan bor qilish kerak. Qatiqdan foydalanaman va un. Hozir bularni hammasini blenderga solib aralashtiramiz va mazali zo'r blenchik tayyorlaymiz. Voy Malik, blender buzilib qoldi. Hozir tezda qo'shninkini olib keling. Voy, topibsiz-da. Topdim, vaziyatdan chiqish kerak. Bunga endi tuxum qo'shamiz. Men tuxumni o'zim yaxshi ko'raman. O'z quymoqga ko'proq tuxum qo'shishga harakat qilaman har doim. Qancha qo'shdik bu yerga? Hozir 4 tuxum qo'shdim. Chunki oqsil qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi. Endi qatiq qo'shaman. Mana hammasini aralashtiramiz-da. Oxirida un qo'shamiz zelim bilan. Mana masamizni qo'yamiz. Endi bunga un qo'shamiz. Uni qo'shib oldik. Yaxshilab aralashtiramiz. Hozir qoshiqda aralashtiramiz, qolganini venchikda aralashtiramiz. O'zingiz tabingizga qarab qilasiz. Men har doim naglas qilaman. Agarda sirni yaxshi ko'rsanglar, ichiga cho'rkadan chiqarib sir ham qo'shib olishinglar mumkin. Endi bunga ozgina zeyt to'g'rab olamiz. Ayniqsa, bitta narsa aytib o'taman. Blinchikda sodani mazasi kelmasligi uchun ozgina choyni sodani kipitokda o'ldirib olamiz. Ozgina mana qoshiqning uchida men Gimalay tuzini ishlataman. Gimalayskiy rozовый соль deydi. U juda ham foydali. Tavani birinchi qizdirib olish kerak. Chiqasiz? Taploni sariyog' qo'shaman. Men taploni sariyog'ni juda ham yaxshi ko'raman. Hamma ovqatlarimga taploni sariyog' qo'shaman. Maza qilib olishsa kerak. Obunachilaringiz bu videoni ko'rib, hamma yo'qdan protsess o'tida ko'rsatilyapti. Albatta qilib ko'ringlar qizlar. Qizlar xohlasanglar oladyi qilib ham mayda-mayda qilib qilsanglar bo'ladi. Va navaralarim rosa oladushkani yaxshi ko'rishadi. Mana bu to'yimli bo'ladi. Blinchikni xohlang ichiga labne sursangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz orasiga sir qo'ysangiz ham bo'ladi. Juda ham mazali bo'ladi. Ham to'yimli, ham kletchatkaga boy, oqsilga boy. PP всегда вкусно deydi-ku. Vau! Xohlasangiz brokkolidan ham qilsangiz ham bo'ladi. Siga labne survaman. Siz xohlasangiz krem cheese surishingiz mumkin, farqi yo'q. Xohlagan narsangizni surishingiz mumkin. Orasiga go'sht, pomidor qo'ysangiz ham bo'ladi. Zo'r narsa bo'ladi. Malika deb. Voy, hozir baho beramiz endi bunga. Qizlar shunaqa mazasi zo'r. Albatta bu videoni saqlab qo'ying va albatta tayyorlash sharti bilan.